Quruq ko'z sindromi kasalligi qanchalik xavfli? Bugun shu haqida gaplashamiz. Quruq ko'z sindromi kasalligi xalq orasida keng tarqalgan. Oftalmolog shifokorning huzuriga kelgan 5 ta bemordan bittasi shu kasallikdan shikoyat qiladi. Bu kasallik nima o'zi? Bu kasallik ko'zda shilliq qavatini qurib qolishi. Buni keltirib chiqarish sabablari: ko'z yoshini kam ishlab chiqarilishi bo'lishi mumkin va ko'z yoshini plyonkasi suvini tez bug'lanib ketib qolishligi. Mana shu ikkita sabab tufayli shu kasallik rivojlanadi. Endi ko'z yoshini ishlab chiqarilishga nima xalaqit beradi? Ya'ni organizmda surunkali sistemali yallig'lanish kasalliklari bo'lsa, shunda yosh ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir qiladi-da, yosh beziga. Shu orqali yosh suvida tarkibida yetishmovchilik, miqdorida yetishmovchilik bo'ladi va ko'z bu 15% holatlarda uchraydi. Lekin 85% holatlarda ko'z yosh plyonkasini, ya'ni yosh suvini tez bug'lanib ketib qolishligi. Ko'z shilliq qavatini bir qavat o'zi 3 qavatdan iborat. Bu birinchi mutsin qavati, keyin suv qavati va ustida lipidlar bor. Lipidlar bular yosh qovoqning chetidagi bezlardan ishlab chiqariladi-da, suvni ustini qoplab oladi-da, suv bug'lanib ketishligini oldini oladi. Biz bilamiz fizikadan suvning ustida yog' turadi va shu yog' ichidagi suvni tashqariga bug'lanib ketishligini oldini olib turadi. Yog' qavatini yemirilishi yoki kamligi hisobiga suv tez bug'lanib ketib qoladi-da, oqibatda shu quruq ko'z sindromi kasalligi kelib chiqadi. Mexanizmi shunaqa. Endi bu kasallikka, ya'ni yosh suvini tez bug'lanib ketishligi nima sabablar? Birinchi o'rinda tashqi muhit. Quruq havolik, shamollik yoki ventilyator yoki konditsioner tagida o'tirishlik va kompyuter qarshisida o'tirishlik, kompyuterda nurlari ham shu qavatni zararlaydi. Shu hisobiga yosh suvi bug'lanib ketishligi kuchi ko'payadi va buni oqibatida quruq ko'z sindromida belgilar paydo bo'ladi. Qanday belgilar bo'ladi? Ko'zi tiqilishi, achishi, qizarishi, ko'zni ocha olmaslik og'ir holatlarda, quruqshirashi ko'zini, shu holatlar kuzatiladi. Mana shu shikoyatlar bo'lsa bemorda albatta ko'z shifokoriga murojaat qilish kerak. Ko'z shifokori maxsus indikatorlar bilan yosh suyuqligini ishlab chiqarishni tekshiradi. Agar me'yorida bo'lsa, demak yoshda bug'lanish ko'rsatkichini aniqlaydi. Agar yosh suvi ko'zdan tez bug'lanib ketib qolayotgan bo'lsa, bunda ham o'shanga mos ravishda dori preparatlar buyuriladi va bu kasallikdan siz xalos bo'lasiz.